Assalomu alaykum hammaga. Judayam directimda eng ko'p keladigan savollardan biri bu mioma telomatki va bu qayerdan paydo bo'ladi? Bilamiz, что mioma доброкачественный kasallik vaqt o'tgan sari keyinchalik immunitet sustlashgani uchun boshqa faktorlarga ko'ra mioma atipiya berishi mumkin. Bu keyinchalik yomon zlokачественный protsesga aylanishi ham mumkin degan faktorlar bor. Shuning uchun nimalarga e'tibor berish kerak, nimalarga e'tibor bermas kerak? O'zi sabablardan biri ko'pchilik aytadi, gormonalniy buzilishdan, yana boshqa sabablar bu stressiy holatlar, uchinchi faktorlar bu qanaqadir travmalar va operatsiyalar, kesaryev secheniyalardan keyin rost bo'lishi mumkin deb ko'p uchonlar. Bu hammasi absolutno to'g'ri. Keling, men oxirgi daniylar bilan sizlar bilan bo'lishaman. Казалось бы, bizni obraz жизнimiz miomani olib kelishiga faktor bo'lishi mumkin. Sabab обычный soch kraskalari. Esingizda bo'lsa, sizlar bilan bo'lishgandim. Soch kraskasini miomaga nima daxli bor? Yaqinda Sterility Fertility jurnalida 868 ta ayol исследованиядан o'tishgan 4 yil davomida o'sha чернокожий ayollar va bularda nimaga исследование qilingan? Обычный o'sha 868 ta ayol hammasi оттеночный kraskalarni ishlatilgan. Kimdir обычный kraska ishlatgan ayollarda 1,79% mioma ko'tarilgan. Bu ayollarda оттеночный menga o'xshab sochini осветлять qiladigan qizlarda esa 3,79 ga risk ko'tarilgan. Demak, bu nimaga olib keladi? Aslida o'ylab ko'rsak, krasitellarda nima bor? Fenol bor, fenoli bor, тяжелый metalli bor. Bu hammasi bu faktorlar естественно ayol organizmidagi gormonal fonni buzadi. Ayniqsa estradiol. И оттуда miomaga olib kelish sabablarini ham ko'rsatib beradi. Поэтому обычный, казалось бы, mioma bunaqa достаточно изучение bo'lmagan hali faktorlar juda ham ko'p. Agar sizda qanaqadir ideya bo'lsa qoldiring, yana boshqa kasalliklarni siz bilan birgalikda razbor qilamiz. Sog' bo'ling, sochingizni kamroq kraska qildiring.